ishonchi baland bo'lgan qizlarimiz uchun необычный stilda dagestanskiy fasondagi четверкalarimizdan keldi. Fasonni go'zalligini qaranglar qizlarjonlar. Restoranlarga kiyib borsanglar, ininglarda vosh shikarniy turadi. Ayniqsa baland poshna bilan kiysanglar qizlarjonlar, nima deyapti ko'ynagim? Ichida bazovoy ko'ynagi bor. Polniy oldilari Swarovski toshlar bilan bezatilgan. Bemalol kirmoshnaga solib yuvsanglar bo'ladi. Sababi toshlari umuman tushib ketmaydi qizlarjonlar. Fasoni o'ta go'zal, qaranglar, qomatinglarni idealni qilib ko'rsatadi. Plus belida remeni bor. Remenini taqmasdan kiysanglar ham bemalol bo'ladi. Ustidagi rubashkasi nima deyapti qizlarjonlar, qaranglar. Вообще shikarniy turadi eninglarda. Ichida ko'ynagini yenglari kalta. Qizlarjonlar, ustida shunaqa rubashkasi plus shunaqa chiroyli bo'lgan remeni, asal bo'lgan ro'mollari bor. Matosi italyanskiy ipak. Hozirgi havoga maza qilib kiyib yursanglar bo'ladi. Sizlar uchun rasvetkalarni 3 xil rasvetkada olib kelib qo'yganmiz. Qizlarjonlar, ustidagi nakitkasini ustiga ham polniy Swarovski toshlar bilan bezatilgan. Rasvetkalarning go'zalligini qaranglar. Har bir qizlarimizga, har bir ayollarimizga o'ta go'zal turadi. Bularning razmerlarini sizlarga sirazi aytib o'taman. Razmerlari atiga 44 dan 64 gacha qizlarjonlar. Batal kiyadiganlar ham bemalol do'konimizga kelib, kiyib ko'rib, xarid qilib olib ketsanglar bo'ladi. $100 vidini beradigan ko'ynagimizni atiga Era Fashion Optim do'konimizga kelib, 350 mingdan xarid qilib olib ketsanglar bo'ladi. Har doimgidek ertalabki 10 dan kechki soat 22:00 gacha ishlayapmiz. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz ishlayapti. Barchalarni Era Fashion Optim do'konida kutib qolamiz.